Bitta obunachim shu rasmni tashab, yasashni o'rgating deb yozibdilar va bugun biz siz bilan qizil rangini yasashni o'rganamiz. Buning uchun siz marjondan yoki bo'lmasam boshqa rangdagi toshlardan foydalanishingiz mumkin. Xohlagan toshingizni olasiz, simni olasiz va lenta kerak bo'ladi va ishimizni boshlaymiz. Simimizni o'rtasidan buklaymiz va lenta o'tkazish uchun joy qoldiramiz. Keyin esa 3 ta durni yoki bo'lmasam toshni o'tkazib aylantiramiz. Shoxchalarga o'xshab chiqishi kerak bo'ladi. O'ng tarafga, chap tarafga, o'ng tarafga, chap tarafda qilib videoda ko'rsatilgandek aylantirib chiqishingiz kerak. Shoxchalarning oralari uzoq bo'lishini xohlasangiz, ko'proq joy qoldirib aylantirishingiz kerak bo'ladi. Zichroq bo'lishini xohlasangiz, yaqinroq qilib aylantirasiz. Odatda bunaqa boshga taqiladigan aksessuarni ro'molni ustidan taqishadi, chunki sochni ustiga taqsangiz sochingizga o'ralashib qolishi mumkin va noqulaylik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun ko'pincha hijobli qizlar bundan buyurtma qilishadi. Shu tarzda ko'p shoxchalarni yasash kerak bo'ladi. Agar orasidagi masofa bir xil bo'lsa, bejirim chiqadi. Shoxchalarni ochib yoki bo'lmasam sochchalarni yig'ib taqsa ham bo'ladi. Shoxchalarni bosh aylanasiga moslab uzun qilib chiroyli qilib yasab bo'lganimizdan keyin ikkita qoldirgan joydan lentani o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Lentaning iplari chiqib ketmasligi uchun olov bilan ozgina kuydiramiz. Shoxchalarni ochib yoki bo'lmasam zichlab taqsa ham bo'ladi. Ikkala variant ham juda chiroyli ko'rinadi. Har kuni sizlar uchun foydali videolar qilishga harakat qilyapman. Keyingi videoda nimani yasab ko'rsatay? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va foydali videolarni o'tkazib bormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.